Assalomu alaykum qadrbanat yaqinlarim, sayohatchi Nizomiddin O'zbekistonga vatanga qaytdi. Nima uchun bu safar chiqqan? O'tgan safar Rossiyaga ketishda har xil shov-shuv bo'lib ketdi. Bu safar jim deyishlar, savol tug'ilishi tabiiy. Chunki mana boshqa blogerlarga o'xshab har xil qaytishda, borishda, har xil video qilishda xohlayman, lekin mana ijodimda oilam, yaqinlarim kuzatadi, ota-onamga eshitishdi. Hattoki aeroportdan tushgandan keyin hali 2 kundan beri uyga borganim yo'q. Endi Xudo xolasa ertaga boraman. Chunki xavotir olishlarini xohlamayman. Birovni xavotir oldirib qilishni o'zimga ep ko'rmayman. O'shaning uchun kimgadir bu so'zlar, kimgadir bu aytayotgan so'zlarim qiziqdir, kimgadir qiziqmasdir. Misol uchun men kimdir oldida просто men ustimdan kulish ijodimni kuzatar. Kimdir esa shaddiy muxlisimdir. Men 99 ta odam negativ bu bitta odam masa o'shaning uchun men ijoddan to'xtamayman. O'sha o'zi menga motivatsiya beradi. Har ko'chada har xil gap eshitaman, Nizomdan bo'ladigan ishni qil, bo'ladigan o'zingni hurmatingni yo'qotyapsan dedi. Mayli, kimgadir hurmat, hayot meniki, hamma har xohlaganda yashasin. Men sizlarni shunaqa yaxshi ko'raman, sizlar tasavvur ham qilmang. O'z oilamdan qattiqroq yaxshi ko'raman sizlarni. Shunaqa gap.